Telefonimiz bizdan beruxsat bizni eshitib analiz qilib turadi degan xulosaga keldim. Va nihoyat. Bunga bu telefondagi mana bu video yoki mikrofon ishlasa tepada shu belgi chiqib turadi, bildiradi, boshqa payt ishlamayotgan bo'ladi degani bu haqiqiy cho'pchak erta ekan. Bunga sabab 3-4 marta shunaqa men hayotda gaplashgan mavzular Instagram, video, YouTube'da chiqib beruvdi. Tasodif, islagan narsam chiqib qoldi deb o'yladim. Yaqinda bu shpionligi haqida shubha qoldirmaydigan voqea bo'ldi. Bir akamiz bilan xlorda tozalangan basseynda ziyoni haqida gaplashdik. Uning ustiga kremi borligi, krem surkasi ziyon ta'sir qilmasligi, shu haqida detalli gaplashdik. Bir kunga qolmay Instagramdan, YouTube'danmi shu florli basseyn ziyoni kattaligi haqida inglizchada video chiqdi. Kremi foyda bermasligi, uni ustidagi havo ko'proq ziyon bo'lishligi, o'pkaga ta'sirli haqida video chiqdi. Endi shubham qolmadi. 100% telefon biz eshitib, o'zbekchada tushunib, analiz qilib turar ekan degan xulosaga. Yana bir bor sizlarga isbotlab berish uchun bitta eksperiment o'tkazmoqchiman. Oldin hech qachon gaplashmaydigan, ancha-muncha erkak kishi gaplashmaydigan mavzuda telefonda oldida gapiraman. Flamingo bilan pushti Mercedes. Ayollarning forumidan topdim mana. Flamingo pushti Mercedes, Flamingo pushti Mercedes deb gapiraveraman. Bir kun, 2 kun agar haqiqatda telefonimda yana shu haqida video yo mavzu chiqib qolsa, sizlarga video qilib chiqaraman. Ana unda 200% isbotlagan bo'laman. Shunaqa qiziqarli eksperimentlar qiziq bo'lsa, qo'llab-quvvatlab, podpiska bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman.